qora rangli hamma narsani yaxshi ko'radigan odamlarga bittada yoqadigan xolodilnik. Hamma joyi, absolyutni hamma joyi qop-qora, oldi taraf qora oyna, yon tarafi shu joylari ham polностью qora qilingan. Bu taraflari polностью kraskasi ham qora, ruchka ushlaydigan joylarigacha ham qora. Endi qaranglar. Faqatgina qora bo'lmagan joyi mana shu joyi. Bo'ldi, yaltiroq qilingan, zipler qilib yozilgan. Inverter kompressor bildiradigan znachogi bor. Mana buni bemalol olib tasanglar, hamma joyi qop-qora bo'ladi. Ichini qaranglar. Ichi ham polностью qop-qora qilingan. Даже bu yerdagi mana temir stavkalari ham polностью qora rang berilgan, zatemleniy. Orqa tarafi ham qora metal ko'lning, no-frost sistemida ishlaydi. Ikkita нулевой zonasi bo'ladi, ikkita polkasi, даже vinniy polkalarigacha ham qop-qora qilingan. Past tarafdagi polkalarni qaranglar. Bu yoqlari ham polностью qora, shu metallarigacha ham qora rang berilgan. Bunaqa joylari ham qop-qora qilingan. Inverter motor, pastoklik chidamli, вообще мощный qilib ishlangan. Dizayni вообще bunaqasi hozircha bozorda boshqa yo'q, qop-qorasi yo'q. Buni xolodilnik